Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin vessalatu vesselamu ala rasulih Muhammed ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'du. Assalamu alaykum qarindoshlar. Biz bugün hadis ko'rsatmali darsimizninki birinchi qismi, aqida qismining 25-darsini o'qiymiz. Yani bu darsning mavzusi Müslüman ve muhacir degan haqda bo'ladi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin Müslüman degan qandaq bo'ladi, muhacir degan qandaq bo'ladi degan haqdaki Peygamber aleyhisselam'ninki hadislerden 3 hadisini bugünkü dersimizde ko'rib o'tamiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman ve muhacir hakkında mundaq deydi. En Abdullah ibn Amr anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من حجر ما نهى الله عنه ahrajahul Bukhari. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deydi ki Müslüman degan Müslümanlar onun tili ve kuludan salamet qalgan kişi. Muhacir degan Allah subhanahu ve taala tosqan işlarni taşlagan, terk etken adam deb bayon qildi. Mana bu hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mol mazmunluq hadislerinin qatarından bulup hadisinin mazmuni İslam hislatlarini hemmisini İslam hislatlarını jo'g'lagan kamil Müslüman degan söz faaliyetleri arqılık Müslümanga eziyet bermegen adam. Endi bu yerde Peygamber aleyhisselam bu yerde alayda til ve kolunu zikr kıldı. Yani Müslümanga eziyet beriş, kol ve tilden başka azalar ulema bolgan bolsa mu Peygamber aleyhisselam'nın tilini ve kolunu alayda tilgalalışı çünkü eziyetlerinin köpüncisi muşu kol bilen tilden sadır bolgaçka şuna til bilen kol alayda tilgalangan. Mesela til bilen kişilerini aldaş, kişilerin gaybetini kılış, başkalarını tillaş, başkalar yalgan guvalık bir iştek, muşundak hatalıklar tillen sadır bolsa, kol bilen kişilerini uruş, öldürüş, uğuluk kılış degendek hatalıklar, cinayetler kol bilen sadır bolgaçka ve başka Müslümanlarga muşundak eziyetlerini berdigan bolgaçka, şuna Peygamber aleyhisselam til ve kolunu alayda tilgagan. Hem bunun içinden bulamı Peygamber aleyhisselam yine min lisanı ve yedide tilini avlen sözledi. Koldan burun tilini sözleşi çünkü tilülen boğan eziyet, tilülen başkalarına eziyet biriş, kolülen eziyet bergendin ve köprak eziyet birliği ve tilülen eziyet biriş, kolülen eziyet bergendin asan. Hatta kolülen belgili olmaydigan eziyetlerini til bilen eziyet belgili buludu. Hatta kol bilen til bilen hatta tirik ve ülüklergime eziyet birlidu. Şunlaşka Peygamber Aleyhisselam tilini alayda burun tilga ötken. Endi şundakla bu yine hakiki kamil muhacir degen kim degende kamil muhacir degenimiz Allah subhanahu wa taala tosqan işlarni terk etken onundan yanğan adamni hakiki kamil muhacir deb ataymiz. Endi hakiki şeriatda maqtıldıgan, medihildigan muhacir Allah subhanahu wa ta'lanın dinini deb, Allah subhanahu wa ta'lanın şeriatini deb özünün vatanlaridan, urug' tuqqanlaridan ayrılış bilen birge Allah subhanahu wa ta'la haram kılgan işlarni terk etken, taşlagan adam hakiki muhacir hesaplanıdı. Hem de bu vatanını taşlaş bilen, urug' tuqqanlarını taşlaş bilen lekin ma'siyetlerini, cinayetlerini davamlaştırgan bolsa bu kamil muhacir hesaplanmaydı. Yine Peygamber aleyhisselam şu Müslüman ve muhacir hakkında mundaq deydi. En Abi Hureyre قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-muslim men selimel muslimuna min lisani ve yedi vel-mu'min men aminehun nasu ala dimaihim ve emvalihim. Müslüman degen Müslümanlar onun kulu ve tilidin salamet qalgan kişi. Mümin bolsa kişiler özünün qallarıga
mallarıga emin bo'lgan adamni mu'min deymiz deb Peygamber aleyhisselam bu hadiste mu'minlikning bizden tutulan talebini o'ttirib qo'ydi. Yani musulmonlik bizden kishilarning bizden salamet qilishini talep qilgan bo'lsa, müminlik bizden kishilarning bizden xotirjam bo'lishini talep qiladi. Haqiqiy mu'min degan, yani haqiqiy mu'min iman süpiti onunda emilleşken, iman alametleri onunda aşkarı bo'lgan haqiqiy mu'min kishilar onundan emin bo'lgan adam. Kishilar özünün canlarıga, mallarıga emin bo'lgan, canları, malları qarta onundan endiş qilmagan adam. Mana bu haqiqiy mu'min deb hisoblanadi. Yine Peygamber aleyhisselam muşaqda mındaq deydi. An Anas ibn Malik qala Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el-mu'min men aminahun nasu vel muslim men selimel muslimune min lisani ve yedih vel muhacir men hacere su'e vellezi nefsi biyedih la yedhulul cenne abdun la ye'menu caruhu bevaki'ahu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deydi ki, mümin degan kishilar eninden emin bo'lgan adam. Musulman degan başka musulmonlar uning tili ve qo'lidan salomat bo'lgan kishi. Muhacir degan yamanlıklarını, eskiliklerini, cinayet işlerini terk etken adam. Vellezi nefsi biyedi. Cenim kuldu bo'lgan zat bilan qasam qilaman ki, cennetke qo'shnisi uning ofatlaridan, musibatlaridan, uning yomonliklaridan, eskiliklaridan emin bo'lmagan bir odam jannatga kirmaydi dedi. Endi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde "Vellezî nefsi biyedi" cenim quldu bo'lgan zat bilan qasamini Allah bilan qasam deb alayda qasam qilib bu yerda mushu qulun qo'shnilar inin optidan xotirjam bo'lmagan kishining jannatga kirolmaydiganligini o'ttirib qo'ydi. Ya'ni qo'shnilarning bizden emin bulanmasligi bizning jannatga kirishimizga to'salg'i bo'ldiganligini alayda qasam bilan o'ttirib qo'ydi. Çünkü bu yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu meseleni qasam bilan o'ttirib qo'yganligi, yani bu meselenin intayin ciddi, muhim bir mesele ekanligini bizga uqtirib beradi. Endi qulun qo'shni meselesi gelse, qulun qo'shnining doirasiga qarasak, bunun da har xil şeriatda qarashlar bo'lishi bilan birga, yani azan ovozini anglagan odamlar bir masjidning azanını anlayan adamlar özara birisi bilan qo'shna degan qarashlar bo'lgan. Yine bazı qarashlarda yani qo'shni degan, yani Peygamber Aleyhisselam'ın bazı hadislerim var. Qo'shnining doirasi her taraftan 40 adam deganlar bo'lgan. Ve onundan başka her xil qarashlar var. Yani biz qo'shnini o'zimizning davridimi, ma odamlar bilan biz qo'shna, qulun qo'shna, mahalla qo'shnisi degandek nurg'un qo'shnilarchilikni o'zimiz bilamiz. Yani endi bu qo'shnilar yaqindagi qo'shni, yiroqdagi qo'shni bir necha turlarga bo'lindi. Lekin hadisning bizning kutudigini, yani barliq qo'shnilarga, mayli yaqindagi qo'shnilar bo'lsin, mayli yiroqdagi qo'shnilar bo'lsin, barliq qo'shnilarga aziyat yetkazmaslikning vojib ekanligi. Ularga, barliq qo'shnilarga xotirjamlik ve amallik yetkizishning vojib ekanligini hadis bizden kutadi. Endi bu dersimizde bu yerda en 3 muhim nokta maksat kılıngan. Birincisi, musulmanның tili ve kuludan salamet kılışı. Yani musulmanlar bizden til kulumuzdan salamet kılışı. İkincisi, muhacir degan Allah toskan işlerini taşlagan, onun yakınlaşmagan adam. Üçüncüsü, kişiler musulmonlardan emin bo'lishi haqida 3 mazmun alayida o'ttirib qo'yilgan. Endi musulmonlar uning tili ve qulidan salomat bo'lgan odam ana haqiqiy musulmon deymiz degan bu tema qaraydigan bo'lsak, bugun kundagi musulmonlarning ahvoliga bizning ahvolimiz qaraydigan bo'lsak, biz mayli o'zimizni bo'layli, boshqa musulmonlarni bo'layli, namazını öz vaxtıda okuyduğun,
Allah'ın mallarımızdaki haklarını joyida ado qiladigan, yine farz zakatlarını beradigan, uningdan başka Müslümanların ehtiyojlarini, hojatlarini qamdash uchun qo'limizdan kelishdi tirishchanlik qilayotganligini ko'ryapmiz. Lekin mana mushundaq yaxshiliklarni qilish bilan birga, lekin tilimizga hokim bo'lolmayotganligimizni, tilimizga ega bo'lolmayotganligimizni ko'ryapmiz, ham tilimizga ega bo'lolmayapmiz. Tilimizni kishilarning yuz inovatlarini tükashda quyab biryapmiz. Kishilarning inovatlarini tükyapmiz, kishilarga har xil bo'htonlarni to'qiyapmiz. Tilimizga ega bo'lolmasdan nurg'un xatoliklarni o'tkazyapmiz. Bo'limi bugun kundagi zamonaviy aloqalish vositalari orqali kishilarga tilimiz orqali nurg'un aziyatlarni biryapmiz. Tilimiz orqali nurg'un xatoliklarni o'tkazyapmiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu mundaq degan, mu'min degan bu tili bilan kishilarning shundaq leysal mu'min bit-ta'an wala bil-la'an wala al-fahish wala al-bazi degan. Mu'min degan kishilarning yuz inovatini to'kmaydi, kishilarga nalat o'qimaydi, sat qabih so'zlarni qilmaydi ve hayasızlık kılmaydı degan. Endi muşu tilimizni muşunda saklanmay, muşunda hatalıklarını ötküzeş bilen birge yine kişilerinin gayvetini kılıvatımız, yalgan guvalık biryapmiz, tilimizga ega bulanmay, kişilerinin töhmet to'qiydigan, suxanchilik qiladigan ishlarni qilish orqali tilimiz bizni nurg'un xatoliklarga, nurg'un balay musibatlarga so'rab akiryapti. Bu tilimizga ega bo'lsa, qo'limizga ega bo'lolmayapmiz. Qo'limizga ega bo'lolmay musulmonlarni uryapmiz, ularning mollariga tajovuzchilik qilyapmiz. Kishilarning mollarini o'g'irlayapmiz, haqlarga tajovuzchilik qilyapmiz qo'llarimiz bilan. Mana bu insonning islomiga dalolat qiladigan, insonning imanını ko'rsatib turgan oshkora alomatlardan bo'lgan alomatlar bu bizni yo'qolib ketyapti. Ya'ni o'g'irlik qilmaslik, boshqalarga zulm qilmaslik, boshqalarning urmaslik, ularni o'ldirmaslik bu musulmondarchilik, ya'ni islomning bir odamda musulmonligining ko'rsatib turgan alomatlar edi. Shunga biz musulmonlarni haqiqiy yaxshi ko'rmaguncha, ularga tilimiz orqali qo'limiz orqali aziyat berishni tark etmaguncha bizning islomimiz, bizning musulmonchiligimiz takomil bo'lmaydi. Agar musulmonlar, yine her bir musulmon o'zining tilini boshqa kishilarga aziyat berishdan yig'sa, qo'lini boshqa musulmonlarga, boshqa kishilarga aziyat berishdan yig'sa, her bir musulmon o'zining safarida ve mukim haletleri de uyning sırtida hatırcam emin buludu. Cemiyet mu? Müslümanlar cemiyeti Allah'ın peygamberi yaxşı görüdüğün isil bir cemiyetke ayrıldı. Şunu biz muş Peygamber Aleyhisselam'ın muş hadislerini asaslanıp durup, yine Peygamber Aleyhisselam'ın muş hadislerini talep boyunca tilimizni, kulumuzni saklaşımız gerek. İkinci mühim mezmun biz bugünkü dersimizde el-muhacir men hacere manehallahu. Yine al-muhacir degan Allah subhanahu wa ta'ala tosqan işlarni terk etken adamdır. Endi her bir musulmandan talep kıldığın hicret, her bir musulmandan talep kıldığın hicret, yine Allah'ın peygamberi tosqan ma'siyetlerini, günahlarını, ahlaksızlıklarını terk etiş talep kılındı. Endi bu hicret kelimesi Arapça bulup iki ma'na bilan işletildi. Biri hicretul makan, ikincisi hicretul halis sayyi'a. Yani urunni terk etiş, yaşayotgan makanni tashlab boshqa bir makonga o'tkilish bo'lsa, ikkinchi birisi nachar holatlarni tashlashni ko'rsatib turadi. Endi hicretul makani, yani urundan hicret qilish deganimiz, yani o'zimizning dini shuarlarini ijro qilishga qodir bo'lolmaydigan, dinimizga, o'z jinimizga, yuz inovatimizga amin bo'lolmaydigan
yurtlardan muşundaq işler yo'qolgan, bundaq işler bo'lmaydigan, yine din her bir Müslüman özünün diniga, yüz inovatiga amin bo'lalaydigan, özünün dini şuarlarını joyida ijro qiladigan bir yurtqa yo'tkilish deganlik bo'ladi. Ammo hicretul ikkinchisi bo'lsa desak, endi shu ikkinchisi yani şu hicretul hal sayyi'a nachar holatni tashlash deganimiz, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşediste otur koygunu, mana bu her bir Müslüman özüdeki nachar holatlarni tashlash maqsad qilingan. Yani el muhacir men hecre ma nahallahu anhu degani mana shu. Yani bu ma'nolarni aytganda hicret her bir Müslüman ma'siyatlarni, cinayetlerini, hatalıklarını tashlash. Özüdeki her Allah'ın emrine muhalefetçilik kılışını tashlash. Allah haram kılgan işlerine yıkılışını, yirak duruşunu göz tüpürüdü. Hem de üçüncü maksat bolsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu hadislerden maksat olan üçüncü maksat, kişilerin Müslümanlardan emin buluşu. Hem de bu eminlik, meyi nefsige boğan eminlik olsun, canğı boğan, yine malgı boğan, yüz inavetki boğan eminlik olsun, eminlik Allah'ın bizge ata kılgan nimetlerin en katlı nimetlerinin katarıdır. Eminlik intan yukur birin. Nimet hesabındır. Hem de bu eminlikten ibaret bu nimetke en tahdis saatini, bunun zarar yetkizişki en yakın boğanı koşna. Çünkü koşnadan saklanış, koşunlarının başkasından saklanıştan qiyin. Çünkü koşunun zararı başkalarının zararından bek qattiq bo'ladi. Çünkü qo'shni nurg'un mahfiyatliklarimizni, nurg'un sirlarimizni biladi, nurg'un ayib kamchiliklarimizni biladi. Qo'shni ojizlik nuqtalarini biladi. Qo'shni aziyat yetkazishga eng qodir bo'lgan kishi hisoblanadi. Shunga islom mushu aminlikni umumlashtirishga tirishadi va jamiyat ichida bu xotirjamlikni tarqitishga tirishadi. Shuning uchun Müslümanın salamet buluşu, hoşnudun salamet buluş, hoşnudun salamet buluşunu imanın cümlesinden kıldı İslam. Her bir adamın hoşnusuğa eziyet vermezlikini iman cümlesinden kıldı. Hoşnudun korkuşunu, şu korkuşunu peyda kılgan, korkuşunu kozulgan hoşnunun imanının acizlikle delil kıldı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hoşna hakkında deydi ki kim ki Allah ve ahiret günüge işleyen adam hoşnasıga eziyet vermeydi degan. Yine bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vallahi la yu'minu, vallahi la yu'minu, vallahi la yu'minu degan. Yani Allah bilen kasem o mümin bo'lmaydi, o mümin bo'lmaydi, o mümin bo'lmaydi deb üç qatim deganda Rasulullah'a deyilgan ki men ya Resulallah. Kim mümin bo'lmaydi deganda qo'shnisi uning ofatlaridan, zararlaridan emin bo'lmagan kishi bu mümin bo'lmaydi degan. Ahrajahul Buxoriy. Agar her bir qo'shni o'zining qo'shnisidan emin bo'lsa, her bir qo'shni qo'shnisiga zarar yetkazishdan yig'ilsa, her bir qo'shni o'zining qulun qo'shnilarının mahremlerini qo'g'disa, bu chog'da güzel bo'lgan isil bir jamiyat shakllanadi. Öz eminlik öz ichiga olgan, emin bo'lgan, birisi-birisini do'st tutadigan jamiyat shakllanadi. Kishilar baxtli, xotirjam yashaydi. Endi mushu qo'shni haqida, qo'shnining haqida, qo'shni ustidagi haqida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundoq degan. Sahabeler ya Resulullah ma haqqul jar alal jar. Qo'shnining qo'shnidagi ustidagi haqqlari nima deganda Peygamber aleyhisselam agar qo'shning sendin qarz bo'lsa qarz berasan, yordam talab qilsa yordam berasan, kasallab qolsa ziyorat qilasan, yo'qlaysan, u ehtiyojli bo'lib qolsa, muhtoj bo'lib qolsa uning ehtiyojini qamdaysan. Onunla bir yaxshilik qilsan, qo'shning
bir yaxşılık yese, qo'shning yaxşılıkka erishsa, uni tabriklaysan. Qo'shningga bir musibat yetse, uningga tasalli berasan. Ülep kesse, jinozasiga agishsan degan. Va shundaqla qo'shningga qazıningning puruqlari bilan, ya'ni tamoq puroqlari bilan aziyat bermaysan. Agar ashundaq puroqliq tamoqlarni, ya'ni puruqi chiqadigan qo'shning uningdan bahramand bo'lolmayotgan tamoqlarini etken bolsan uyanda uningga tamoq sunasan. Meyve çivilerini setip alsan, uningdan hadiya qilsan, hadiya qilmasan, maxfiy uyanga akishib iste'mol qilsan degan qatorliq nurg'un qo'shnilarning qo'shni ustidagi haqqini o'tirib qo'ygan. Endi qo'shniga aziyat bermaslik u qo'shnining musulmon bo'lishi yoki musulmon bo'lmasligiga munosabatsiz. Meyli u qo'shni musulmon bo'lsin yoki musulmon bo'lmasin, qo'shniga aziyat bermaslik kerak. Cabir ibn Abdullah'tan rivayet kılıngan bir hadiste Peygamber Aleyhisselam bundak degan el-ciranu salasa. Qo'shna 3 türlük buludu. Bir tane haqqı bo'lgan qo'shna, 2 tane haqqı bo'lgan qo'shna ve 3 tane haqqı bo'lgan qo'shna deb qo'shna 3 ga bo'lgan. Endi bir tane haqqı bo'lgan qo'shna u mushrik bo'lgan qo'shna, lekin mushrik, ya'ni musulmon bo'lmagan ve urug' tuqqanchilik hech qanday munosabati bo'lmagan qo'shna bo'lib, buning faqat bir haqqi yoki qo'shnilarchilik haqqi bo'ladi. Ammo 2 tane haqqi bo'lgan qo'shniga kelsak, u musulmon qo'shna, ammo urug' tuqqan emas bo'lgan qo'shna. Buning 2 haqqi bo'ladi. Bu qo'shnining bizda 2 tane haqqi bo'ladi. Biri islom haqqi, ya'ni shu musulmon ustida haqlari bor. Bu haqqlar ve qo'shnilarchilik haqqi bo'ladi. Endi 3 tane haqqi bo'lgan qo'shni qaysi deganda, 3 tane haqqi bo'lgan qo'shna, yine o musulmon, biri qo'shna, ikkinchisi musulmon, üçüncüsü urug' tuqqanchilik munosabati va sil rahmi qilish bo'lgan qo'shna. Yine bunun da islom haqqi, qo'shnilarchilik haqqi ve sil rahmi haqqıdan ibaret 3 haq bo'ladi deb Peygamber Aleyhisselam ko'rsatgan. Endi qo'shnining haqqining eng tuvan qismi qo'shniga mushu yegan yemeklerimiz bilan aziyat bermaslik. Va undan boshqa har xil ballalarimizga, har xil o'yinchiqlarni, har xil qo'shnilarimiz ballarga apirmaydigan narsalarni apirish orqali ularning ballariga bunda aziyat berilgan bundaq ishlardan saqlanish. Endi qo'shni aziyat berish şeriatte haram hesaplandı. Bu haqda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bayan kılıngan bir hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge değildi ki, fulani o kündüzü ruzu tutudu, keçisi kıyam kılıp namaz okuydu ama qo'shnisiga aziyat berdi ya Resulullah. Bu qanda degende bu davzaxtı buludu. Bundaq adam davzaxtı buludu degen Ravahu Ahmet ve Hakim. Şuna qo'shnilarga mush hadislarning ro'yiga asosan biz qo'shnilarga aziyat berishdan saqlanishimiz kerak, qo'shnilarga bir xil aminlik, xotirjamlik berishga tirishishimiz kerak. Endi hadisdan oladigan muhim mazmunlar bo'lsa, musulmonlar har bir musulmonning tili va qo'lidan salomat qilishi, musulmonlarga har qanday shakl bilan aziyat berishni tark etish kerak. Meyli qaysi şekiller olsun, eziyet birişinin türleri intayin köp, eziyet birişinin qaysi xil şekli bilen olsun, eziyet birişinin saqlanış talep kılınır. İkincisi, muhacir degen Allah tosqan, işini taşlagan adam. Üçüncüsü, kişiler musulmonlardan emin boluş kerak. Meyli musulmon bo'lgan kişiler mi musulmonlardan emin boluş kerak, musulmon bo'lmagan insonlar mı musulmonlardan emin boluş kerak. Dördüncüsü, musulmon degen özünün qo'shnisiga aziyat bermaydi, uning zarar yetkazmaydi degan 4 alayda muhim o'tirib qo'yilgan. Shunga bugungi darsimiz shu yerda oxirlashdi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni qo'limizdan, tilimizdan musulmonlar salomat qoladigan musulmonlardan qilsin. Qo'shnilarimizga aziyat berishdan Alloh subhanahu va taolo bizni saqlasin. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.